Töreyev Sultanmurat bir fermer xo'jaligi raisiman. 2005 yılda tashkil topganmiz. Mana bu yilga kelib mana 2 tur navbatlik, biri Qaraqalpoq 125 gektarni, 35 gektarni Turan sorti Jizzaxdan akilib ekkandik. Mana endi buning natijasini ko'rib turibmiz. Ekuni ham qo'shib aytganimizda Qaraqalpoq 100 ham 70-80 tenderadan aldık mana. Buna Turan sortuna da çıktık, olam 70-80 tenderadan Xudo qalasa mana aldık buni. Ekunining ayirmachiligi meni mana Turan sortining bir yağı var ekan, bir suv bilan qildik-da, bu sho'r yerga ham bir yedi başlaq bo'ladi. Suvsizlikqa ham, sho'rlikqa ham bir chidamli deb o'ylayman men. O'tgan yil mana shu 1 gektarga shuni ko'paytirdik. Shuni bu yil 35 gektarga keldik. Mana Xudo qalasa bu yil ham 70-80 tenderadan g'alla olib o'tiribmiz.